Assalomu alaykum do'stlar. Marafonimizning 21-kuni, kanalimizning esa 22-videosiga xush kelibsiz. Marafonimiz yakunlanishiga atigi 9 kun qoldi va biz loyihamizning barcha asosiy funksiyalarini bitirib bo'ldik. Endi yangi funksionallik qo'shmaymiz, balki loyihamiz ichida ishlatgan eng muhim va fundamental tushunchalarni o'rganishga davom etamiz. Ya'ni React'ning o'sha yuragi bo'lgan props tushunchasini tushunishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Burada page'da card detail, lekin componentsda asosiy kerak bo'lgani bu yerda card tsx va card list. Card listda asosiy ma'lumotlar bo'ladi. Lekin bu card list ota komponenti bo'ladi. Bu card esa bola komponenti bo'ladi. Xullas, bu yerda ko'rib turganingizdek hamma kodlar tayyor holatda. Kodlarni biroz ko'rsatmoqchiman. Va asosiy maqsadimiz Python CSS'ni o'rganish. Shuning uchun ozgina Python CSS'ga ham qaytib olishim kerak. Shu React propslar ishlatilgan joylarni bir ikki marta sizlarga ko'rsataman. Bu yerda masalan title, description bular qayerdan kelyapti desangiz, albatta card listdan kelyapti. Ular qayerdan kelyapti? Bu title qayerdan kelyapti desangiz, albatta bizning datamiz bo'lgan project tsdan kelyapti. Mana bu yerda asosiy ma'lumotlar yig'ilgan. Title, description hammasi ID'lari bilan yig'ilgan. Biz esa buni bu ikkita komponentlarda ishlatyapmiz. Mana title, bu yerda description va bu yerda qo'shimcha narsalar bor. Va bu yerda yozib qo'yganmiz export default function card id'si, title'i, description'i, like it, is liked, on like degan funksiyalarni eksport qilganmiz. Eksport qilgandan so'ng bu yerda eng pastda export default card deyish shart bo'lmaydi. Buni bo'lsangiz kerak. Buni alohida funksiya ichida yozib ketiladi. Xullas, ko'rib turganingizdek, propsni biz shunaqa ishlatdik loyihamizda. Bu yerda props ishlatganmiz title'ni. Bu propslarni asosiy ma'lumotlari bu yerda data'da turibdi. Project ts'da id'si, title'i, description'i va detaillari hammasi joylashgan. Biz asosan hozir React.js'ni ham, Python CSS'ni ham o'rganyapmiz. Menga hozir eng muhimroq bo'lgan jihati Python CSS'ni o'rganish bo'lyapti. Shuning uchun ko'proq bu yerda o'rganishga harakat qilyapman. Masalan, text xl degani
font size 20 piksel ekan. Line height esa bu yerda calculate qilib 1.4 qilib qo'yilgan. Alohida class qilib CSSdagi class. Bu text scale degan, font semi bold degani ham shunday alohida stil klassi va bu yerda ko'pgina klasslar bor. Bulardan menga ko'proq tanishlari bo'lgan rounded LG, bu border radiusni 8 piksel qiladigan klass va cursor pointer, bu juda oson. Cursor pointerni berilgan stili yozilgan bu yerda ko'rib turganingizdek va yana ko'pgina stillarni o'rganyapman va ishlatyapman ham. Asosan bu yerda ranglar uchun slate bunaqa ishlatiladi va mana ko'rib turganingizdek text uchun ham slate ranglar bor. Bu yerda masalan colorni bu yerda mana bu rang kelib chiqyapti bu formula orqali. Xullas, demak, menimcha tushunib olgan bo'lsangiz propslarni qayerdan kelganini va biz nima qilganimizni, bu asosiy ma'lumotlar bizning datamizdan kelyapti. Bu project.ts faylimizdan kelyapti. Bu yerda title, description, ID'lari bor har bir kart uchun va asosiy ma'lumotlar props orqali bu yerda ishlatilyapti. Xullas, shular shunday sodda va fundamental qoidalarni yaxshi bilish sizga albatta kelajakda murakkab loyihalarni to'g'ri yaratishga, qurishga yordam beradi. Bugungi qisqa va ta'limiy dialogimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like bosing. Ertaga dialog 22da yangi va qiziqarli tushunchalar bilan ko'rishguncha, xayr do'stlar.